Mana beda presschilarning eng kattalari mana shular mana. Mana shu siz beda presschi mashinasi, bunisi mol qochiradi jalab. Mol qochiruvchilar bular. Bu kameramiz juda yaxshi ko'rsatmayapti bu atrof muhitni. Qaysini bosardi? Mana buni bosardi. Mana endi ko'rsatdi. Beda presschilar. Miyaga ham o'tirib qolar ekan, bitta narsani gapiraversa bor-ku. Bitta narsani gapiraversa, ana reklamada 23mi, 25mi kadr degan narsa bo'ladi-da. Ana kinolar orasida shuni tiqib qo'yadi, odam miyasini o'rgatishda bu. Qaranglar. O'zi mana shu jinni kommentariy yozadiganlar, bular bir trollar komandasimi deb o'ylayman. Bular komanda bo'lib, jamoa bo'lib, mahalla bilan harakat qilishadi deyman. Bunda o'tirishadi kech payt choyxonada yoki qayerdadir. Davay deydi, qaysidir gapni deydi trendga chiqaramiz deydi. Lekin bunaqalardan qo'rqish ham kerak-da, qaranglar-da. Bular kelishib turib bitta odamni tapit qilamiz desa, bitta hamta videosini tanlashadi-da, shu gapirgan gapini, jonli efirda men ko'pincha gapirib qo'yaman, emotsiyalarga berilib. O'sha joyini kesib olib turib kelishadi 10-15 ta odam. Trollar armiyasi. Bularga menimcha bir organizatsiyalar oylik bersa ham bo'ladi-da. Bitta odamni Amerikada prezidentida shunaqa PR-ning komanda bo'ladi. Ya'ni yo u odamni dahshat qilib yuborishadi. Gap so'zlarga, novostilarga, kommentariyalarga olib chiqib, yoki uni yer bilan yakson qilishadi. Shu trollar armiyasi menimcha mana shunaqa o'tirishadi, nimani internetga olib chiqamiz, bir qadar beda press sotishimiz kerak deydi. Keyin ular beda press olib chiqishadi. Keyin mol qochiramiz deb chiqishdi. Xuddi shunga o'xshab azestetni yo'q qilamiz, yakson qilamiz bu pidarazni. Desa bular kelishib qolsa, bulardan qo'rqish kerak. 15 kishi, 20 kishi har bittasi 4 tadan profil ochsa ham, 4 tadan profilidan 100 tadan mashhur publiklarga yoki Instagramda video aylanayotgan joyiga o'sha odam haqida narsa yozaversa, unisi like bosmasa, bunisi bosadi, bunisi bosmasa, bu komment bunisi bosadi-da, keyin unga virus bo'lib qolganlar ham kelishmagan, u jamoada mavjud bo'lmagan trollar armiyasi bu viloyatdan qo'shilib qolishi mumkin. Shu bilan qarabsizki, bitta tuppa-tuzuk odam 2 kundan keyin gandonga chiqib turibdi-da. Onasinikiga kirib ketibdi mana. Protein zararmi degan so'z ham menga aylanib ketgan, menga. Siz bu yerda oyga uchish haqida kuyib-pishib gapiryapsiz. Oyda uchashga qurishyapti ekan, to'y sayohatlarini yaqinda oyda qilishar ekan deb insoniyat rivojlandi deb bu mavzuni makada ter oqib turib bu narsani gapiryapsiz. Bunday qarasang protein zararmi degan bo'ladi-da. Shunaqa mavzuni globalnisini gapirayotgan paytingizda shunaqa bir saviyasiz, shunaqa bir dalbibizm savolni berish uchun inson shu yoshga qanday kirgan bo'lishi mumkin bunaqa miya bilan? Qanday o'lib ketmagan qattardir? Maktabda tamtasi urib buni nogiron qilib qo'ymagan. Shunaqa savollar qiynaydi-da meni. Men shunaqa odamlarni miyasiga 5 daqiqa, 3 daqiqaga kirib olgim keladi mana misol uchun-da. Shunaqa dalboyob odamlarni o'sha beda presschilar, somon presschilar yoki da o'shanaqa protein zararmi degan odamlarni 5 minutga miyasiga kirib qolsam-da, orzuda menga. Yashab ko'rmoqchiman hayotida. Men hojatxonaga kirsa nima qiladi? Misol uchun biz nima qilamiz? Endi biz o'zim uchun gapiravering, mayli sizlar bilmadim, chunki hamma o'zining fikri bor hojatxonada nima qilish. Men nima qilaman misol uchun? Kichkinasiga chiqadigan bo'lsam, turib choptiraman. Kiyimni siltab, qo'llarimni yuvaman. Joy holatlarda kerak bo'lsa ushlamagan bo'lsam yuvmayman ham. Shunaqa, menga farqi yo'q. Kattasini qiladigan bo'lsa, обязательно quruq qog'oz ishlatmayman, salfetka mokriyroq bo'ladi. Kamiga обязательно 100% shampunlab yuvinib chiqaman. Misol uchun-da. Menda shunaqa. Uyalmayman bu narsani gapirishni. 100% yuvinib, shampunlar bilan yaxshilab o'sha yerdagi har holat bo'lishi mumkin, orqalarini cho'tki qilib yuvib chiqaman. Lekin o'sha beda press, somon press deydiganlarni 5 minutga miyasiga kirib olgim keladi. Ular hojatxonada nima qilar ekan? O'tirib soatlab shokoladni uyqulari mumkin katta, misol uchun.
Shohjahon ham keldi mana. Mo'y bo'lsa meni so'kiraysiz sizlarga. Yaxshi keldingiz, charchamadingiz. Mana Shohjahon ham aytibdilar. Mana shular miyasiga kirib olgim keladi deyaptilar. Ozgina so'kining, bormi? So'kinmayman, sharmanda bo'lib qoldim qo'ying. Endi so'kinmayman. Tinchmisiz? Kiraman mana, shef hozir. Bo'l. O'shalar nima qilarki mana 5 minutga miyasiga kirib olsam, balki hojatxonaga kirib turib, balki artmas, yuvmas balki. Balki o'sha har xil holat bo'ladi, misol uchun. Qo'l bilan maktablarga yoshligimizda maktabda qanaqa bo'lardi? Qog'oz bo'lmasa, bundoq bir devorlarga maktab hojatxonasining ikkita tomonidagi devorlarga har doim bir narsalarni axlat tekkan barmog'i bilan kim esda bor? Mana tiriklar bo'lsa gapirsin, kim maktabda shu narsani ko'rgan? To'poy nimasini ko'ryapsizlar? Mana mashinaqalar haqida gapiryapman-da. Quvonchbek, Shahnoza. Quvonchbekmi, bu Shahnozami Jalal men? Qaysi biriga kelishamiz? Nima aytib o'tdim? Maktab paytlarimizda shunaqa bo'lardi-da. Ha? Haligi o'tiradigan hojatxonada o'tirsangiz, o'tirib bo'lgandan keyin devorga qarasangiz, qanaqadir m qo'shuv i barobar s degan narsani muhabbatni qara kuchliligini, muhabbatni janob. Mana shunaqa berilib gapiryapman, aytdigilar menga qarayapti. Narigi mashina to'xtab. Muhabbatni kuchliligini qara. Muhabbat kuchliligidan orqasini artgan barmog'i bilan sevgan qiziga hojatxonada sevgi izhor qilardi, mujskoy kabinada. Sababi narigi sinfdoshi Bekzod ham u qizni sevgan bo'lsa, bu ya'ni Jasur yoki Aziz ham bu qizni sevishini Bekzod hojatga kirganda ko'rish kerak-da. Shuni ko'rish kerak. Ko'r. Orqamdagi axlatim bilan qasam ichaman, men Nargizani sevaman deb biladi. Endi u narsani yozish uchun shikolatning rang bilan, uning uchun barmoq shikolat bo'lish kerak. U shikolatni hojatxonada shirin shikolatda aloqasi yo'q hojatxonaga. Demak, uni rangi shikolatga o'xshaydi, o'zi shikolat emas. Hojatxonada nima bo'lishi mumkin? Faqat o'sha narsa bo'lishi mumkin. Yoshligimizda Chocotelo yokida o'shanaqa bir choko haligi narsalar bo'lmasdi. O'shanaqa bilan yozardi. Demak, biz maktab davrida shunaqa sinfdoshlarni ba'zi birlari bilan ham katta bo'lganmiz. Balki hozirgi bedapressiyalar shularning farzandidir biladi. Mana, ko'rdinglarmi? Qachondir otang qilgan xatoga bolalaring javob beradigan gapga mana bitta tasdiq, mana bitta namoyon, mana bitta misol endi. Shunaqa bo'lishi mumkin-da. Xullas, tasavvur qilish o'zi opasniy, strashniy, bu narsalarni bitta miyaga sig'dirib va bu bilan yashash va orada boks bilan shug'ullanish, orada borib turib konkurs bilan shug'ullanish, vayn olishim, bola davrasida ota-ona bo'lishim, farzandlarimga tarbiya berishim va bir vaqt o'zida bu miyada o'sha o'tmishdagi bo'lgan voqealar, bedapressiyalar, ularning ota-onalari, ular hammasini bu miyaga sartrovka qilisham va uni bu gap bilan bu gapni aralashtirib o'rmaslik, katta kruglarda o'tiramiz uchun qilib. Katta odamlar nozik odamlar, yo'q, o'zlari nozik emas, 200 kilolik, lavozimlari nozik odamlar bilan o'tirib qolamiz. Bu odamlar bilan gaplashayotganda haligi jinni boshidagi narsalarni qo'shib o'rmaslik, filtr qilish gapi, buni hammasi ham menimcha bir san'at bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buni ham bir ish deb o'ylayman. Borku, to'g'risi gapda. O'shancha ko'rinar ko'rinmas trendda, o'lsa shu trend. Mani boshimni buncha joyga hali hayotda tiqmagandim. Mani boshim bunchalik orzu qilmagandi, shuncha joyga kirib chiqaman deb. Bitta qiz emchiga ko'rinib qolsa ham kallam chiqib kelyapti, biladi. Kimdir qizi bilan sevishgan yigit bitta ko'tarib turib bitta aylantirsa, qiz yubkasi sal ko'tarilib qolsa, meni kallam chiqib kelyapti, biladi. Bu yoqda qarasa, haligi hamma joyda meni kallam, uyalib ketdim, o'sha. Yana kamiga o'sha kuni pitaras kal bo'lgan ekan menda.
hatyo bir chochim bo'lmagan ekan o'sha kuni. Shuncha million odam ko'rishini bilganimda sochlarimni sal prichoska qilib turib, ani sal o'zimga qarab turib qoshlarimni nima deydi, tarabmi yo bir mamdaqalar qilib turib, uxotlaqib turib, keyin ko'rinar ko'rinmas dirdim. U yoqda bila bir fantamas Johnny Sinsga o'xshaymanda, ani 6 chiqadigan bitta kishi bor, Johnny Sinsmi degan. Adashmadimmi? Yoshlar yaxshiroq biladi. Johnny Sinsmi degan bitta aka bor. Bir qarasang doktor bo'ladi u kishi. Bir qarasang, ani santexnik bo'ladi bir qarasang. O'sha kishiga o'xshab qolganman-da haligi joyda. Ko'rinar ko'rinmas, kim zeriksa, bironta video olib turib, az kalasini qo'yib, shuni qo'yar deyapti. O'zi choyxonada o'tirib, osh yeydi, bugun post qo'yishim kerak, erindim, ijod ham qilmayman. Nima qilamiz deb o'ng qo'liga aytsa, o'ng qo'li ham ani az dalboy bor deyapti. Ya'ni kallasi bor deydi. 2 sekund ko'rinar ko'rinmas. Shuni deydi, menni deydi, qiz deydi, ag'dar sakrayotgan joyda deydi. Tursikin rangi ya ko'rinar ko'rinmas. Shunga deydi, shuni montaj qilib oling desam, osh yedim, o'zing qilib shuni qo'yib, majbur ketdi hamma joy. Mashhurlikning ham har xil yo'li bor, lekin men bu tomonlama mashhur bo'lish hech orzu qilmagandim. Mayli, moshina asbob bilan tortganim bo'ynimga olaman. Ba'zi bir holatlarda Tailandda kalta yeb urushganman, yutqazganman, sharmanda bo'lganman, bo'ynimga olaman. Qizlar bilan birlikda jinni videolar qilganman, bo'ynimga olaman. Lekin jalab ani endi qizlarni chot norozi ochib ketdi. Ko'rinar ko'rinmas deyish, jalab ertaga qudalik bo'laman. 25-yanvarda qizim 18 ga kirdi kecha. Yasmina qizim 18 yoshga kirdi. Au, haligi ularda shunaqa hozir naqa kelyapti. Endi ani oyisi bilan aloqa uzilib ketgan bo'lsa ham, baribir opachalarimiz orqali gaplashib turishadi. Qudalar kelyapti, sovchilar harakat qilishayotgan ekan. Men bilan birga yashamaydi, endi yoshligida ajrashib ketgan, meni tushuntirishim shart emas. Baribir har 2-3 kunda farzandimni yozishaman, nima kamchilik qizim deyman, u sovchilar kelayotgan ekan. Ertaga jalab to'y bo'lsa, qudalar aziz estet qizi ekan desa, quda ham aziz estet to'xta. Anu dalboyo'q masmi ish qilib, bolam deb kuyov bo'lib aytib tursa, ani kuyovga. Kuyov ham, dada, lekin anaqa, endi sevsa, farzandimiz, qizimiz yeyib qolsa, yondan oladi-ku. Yo dada, yomon o'ylamang. U dalboyo'q odam qizi bilan onasi bilan ajrashgan ekan yoshligida, boshqa hayotga ketishgan ekan, ular boshqa hayotga ketishgan ekan. Dadasi o'zi jinni, ko'rinar ko'rinmas, tarbiyasini olmagan, yaxshi qiz. Desa, aniqmi qara. Shunaqa odam bilan xudo bo'lish o'ylayapsanmi sen? Dalboyo'q bu. Hamma joydan chiqib kelyapti-ku kallasi. Bolam, ertaga to'yda xudolar o'rtaga tushsin, raqsga tushsin deganda shu bilan o'ynayman. Turibdi ana. Az estet. O'ynayapti o'rtada. To'ylar muborak. Ko'rinar ko'rinmas. O'yinchi qizi. Hey jonim. Ko'rinar ko'rinmas. To'yxona hamma yoq artistga chim qaramagan, aziz estetika qaragan. Xudolar xursand. Narga xudo xafa. Kamiga ayol xudo tanish bo'lib chiqsami? Uni ayni emmagur. Sho'x bo'lganman, yurganman, vaqtida imkoniyatlar keng bo'lgan. Shuni tanib qoldim-ku haligin. Siz o'shami? Keyin u ham begim, uzr azaka. Siz o'shami? Endi nima bo'ldi? Bir kun oldin bilsam ham to'y to'xtatardim. Kelib siz pidazga quda bo'lyapsizmi? O'g'lim juvarmay deb haligi joyda, endi uyalmang, o'tib ketgan endi ko'rinar ko'rinmas o'sha bu davrlar. Hozir yoshlar baxtli bo'lsin, bolalarimiz baxtli bo'lsin. To'ylar muborak. Ey jonim yormi. Tavba qildim degan. Otni qo'tag'i suka, jiddiylashma naq qo'y. Hazil qotganim jinni ham bilib o'tibdi, pidaral biladi. Ayni qadar zo'r kayfiyatda o'tirish, bedepress chiqib qoladi, bitta bedepressi bor-ku. Ayni shapola urur, men zalga olib kelib sparing tushirib urur. Buzib tashlasang nonayga magur. Bo'pti.
ko'p gap eshakka yuk. Kayfiyatlarni ko'taray dedimda, agar bu oxirgi jonli film bo'lsa, meni o'lib qolganimni eshitsanglar, yaxshi tabassum bilan eslaysizlar xatyapti. Ana aziz estet bugun avvaliga bu o'lib qolibdi desa, yo'g'i, bugun jonli efirda mana kuldiruvda yaxshi odam edi deb qo'ysanglar, shundan o'zi yetadi. Bo'ldi, hech narsa qolmadi. Shokolad oldik. O'zing ehtiyot qilinglar, ko'rishguncha, xohlasanglar kutinglar, oxirigacha kiramiz.